Uyga sifatli, yaxshi, original asfalt bosish narxlari necha pul bo'lyapti deganlarga do'stlar, Xudo xolasa bugun Oltiariqda 200 kvadratli xonadonda asfaltini qilib beryapmiz. Ko'rayotgan joylaringni o'zimiz tayyorlaganmiz. Zasibga qilib berish mutlaqo bepul. Dastlabkasi ham ichida bo'lgan, hamda 180 gradusda pishgan asfalt bo'lgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Farg'ona asfalt obunachilari bormisizlar do'stlar? Ko'rayotgan xonadonlaringni bugun inshaalloh joylarni tayyorlab, xatirib, o'yadigan joyini o'yib tashlab, asfaltni bosib beryapmiz. Bizga obuna bo'lib qo'ying, hamda laykni unutmaysiz. Narx-navolarni aytib o'tamiz, hamda vodiy bo'ylab, hamda Toshkent bo'ylab ham ishlayapmiz. Qaynaqligi nima deyapti do'stlar? Qaynaqligi 180 gradusda pishgan, hali nima desam bo'ladi? Hali turpog'i yo'q ichida, original 2 marta yuvilgan o'sha mayin asfaltimizdan bo'ladi do'stlar. Ko'rayotgan joylaringni ham o'yib tashlaganmiz. Ko'rinayotgan bo'lsa, 10 kilonga to'g'ri kelmagan, o'yilgan. Ko'p joy o'yilgan bu uyda. Hech qancha zasibga yemagan, lekin ham yo'q o'yilgan. Ko'rayotganingizda mana shaqallar ham chiqib qolibdi-ku, ko'ryapsizmi? O'yib tashladik hamma joyda. O'sha mayin asfaltimizdan, xudo xolasa inshaalloh mana shunaqangi bo'ladi. Mayilligini ko'ring. Xo'p, do'stlar, 1 kvadrat tayyor bo'lish asfalt narximiz 60 mingdan 65 minggacha. Shu vodiy bo'ylab minimal uylar oz kvadrat bo'ladigan bo'lsa, puliga qo'shilib qoladi. 60 ming, 65 mingdan tashqari ham yo'rkirani hisobiga uzoq joyga shopirlar ko'proq pul oladi. O'shaning uchun shunaqangi bo'lib qoladi. 1-2 ming aqa-baqa. 100 kvadratliklar narxi telefonda gaplashiladi. 100 kvadratdan tevaliklarda bemalol nima qilaverasizlar, aloqaga chiqaverasizlar. Qarang do'stlar. Uyning ko'rinishi, sokil qismlari hamma yo'q do'stlar. Uyning ko'rinishini ham ko'ring. Bir xilda chiqqan. Haligi mana bu tomondagini ham kilonini mana shu gulxonaga berilgan. O'pshi mana shu gulxonaga olib keldik. Zasibkasini mana ko'ring. Ko'p joy o'yilib ketgan bu uyda, xonadonda. Shu xizmatlar ham kimdan bo'ladi? O'ydi, soldi, toshida hamma yo'q do'stlar. O'zimiz olib kirib, moslab, siz uyingiz qachon bitadi, keyin ketiladi. Bir kun bastur, balkim 2 kundir, 2 kun bastur, 3 kun ketar. O'sha uyingizni chiroyli qilib, o'zimizga moslab, uruin chiqarishni ham o'zimiz chiqarib, o'zimiz asfaltingizni olib kelib, joyini tayyorlab, hamma yo'g'ini o'zimiz qilib beramiz. Sizdan ketadigan mahsulotlar metpisoyini olib bersangiz, metpisoyini hamda oxirida qum kerak bo'ladi. Bunga nimaga qum sochasizlar? Ro'shanbek deyshadi. Buni saqichi ko'p do'stlar. Tevasini yopib olish uchun, yana ham chiroyli bo'lib boradi. O'zim mayilligiga ishlaganmiz. Ham shu ustani ko'rayotganingizda yayishini ham ko'ringda. Uni yirik toshchalarini ham maydalab pastga tushirib yuboradi. O'shaning uchun hali ustun jihati ko'pinchalik bizni bolalarda mana shunaqangi mayin chiqarilishni biladigan bolalar ishlaydi. Mayin chiqarib bilish kerak. Zasibgani ham xuddi qanot qilib yayilgan bo'lsa, tevasiga asfaltni ham xuddi shunaqa qilib yayasiz. O'shaning uchun joyini zo'r tayyorlasangiz, 2 sm bossangiz ham zo'r turaveradi. Nimaga haligi ko'pincha mana shu uruin olishni bilmaganning sababi o'shaning uchun ko'pincha vanna bo'lib qoladi, yo bir nima bo'lib qoladi. O'shanisiga ahamiyat berish kerak. Zasibgani birinchi o'rinda zasibga qancha zo'r bo'ladi ham bo'lsa, asfaltingiz uzoq yil xizmat qiladi. Ko'pincha xonadonlarga borsam, zasibkalar juda chuqur edi. Unaqa xonadonlarga bir oy dam beramiz. Nimaiki, o'zini bosimida ham bosilib olish kerak. 5-6 cm, 10 cm-lar bossangiz bo'laveradi. 10-15 dan ortiq bo'ladigan bo'lsa, 20-25 bo'ladigan bo'lsa, ularni to'xtatib turish kerak. Nimaiki, o'sha kunda bir mahal suv sachib tursangiz ham ancha botib turadi. Deganimki, ancha chuqur yeydigan bo'lsa, shag'al tevasdan keyin metpisoy beramiz. Shunaqa gaplar. Bizga ham benzin kerak bo'ladi. Vibratorlar uchun 5-6 litr benzin ham olib qo'yasiz. Xudo xolasa, joyingiz tayyorlab, uruinini o'zimiz chiqarib, hamma yo'g'ini uyingizni moslaymiz. Xudo xolasa, biz bloger emasmiz, do'stlar. Kunlik qilinayotgan ishlar qo'yib boraveramiz, ko'rib boraverasiz. O'shaning uchun like esdan chiqmasin do'stlar. Like esdan chiqmasin. Qarindoshlar gruppasiga otib qo'ysalaring, hali burchotkadan zerikkan, steyashkadan zerikkan odamlar bo'ladi ham bo'lsa ham bemalol telefon qilishaveradi. Bu burchotka steyashkalarning ustidan ham bo'ladi. Tez kunlarda obuna bo'lib qo'yasiz.
Yap-yangiga o'xshagan burchakkan ustidan asfalt bosaman. Shu kunlarda do'stlar, o'shaning uchun obuna bo'lib qo'ying deyapman. Shu 5 santimetrlik bo'ladi. Mana. 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 Cha tevaroqda ekan mana. Mana. 5 santimetrlik bo'ladi do'stlar. Qolishida mu botadi. Sizlar o'ylamanglar, men yirik asfalt olib kelsam, yirik asfalt olib kelsam, u o'shandag'icha qoladi. 5 santimetrlik aysiz 5 santimetrlik. Botgani sizni yutug'ingiz do'stlar. Mana. Ko'ring do'stlar, botadi. Mana bu yerda ham botib yotibdi. Ko'ryapsizmi? Botgan sari suv ichiga kirmas, shu zichilashi zo'r bo'ladi, qadrdonlar. Haligi asfalt o'shandag'icha qoladigan bo'lsa ham, ponni ettingdan chiqib ketib qoladi. U 1 oy, 2 oy, 1 yildir. Deganimki, qancha mayin botgan sari sizga uzoq yil xizmat qiladi. Nimaki, ichidan suv yomg'ir yog'sa ichiga o'tmaydi, zasipkaga o'tmaydi, boshqa bo'lmaydi. Bu nafas oladi baribir asfalt do'stlar. Hali steyajga, burchatkalarga o'xshab ichkarini zaklatib, namlashtirib yormaydi, nafas oladi. O'shaning uchun quruqroq bo'ladi do'stlar. Hamda hali oyog'i og'riyotganlar, hali yosh katta xonadonlari borda, yosh kattalar, qiynalishmaydi, yosh bolalar ham yiqilsa shilinadi xolos. O'shaning uchun ko'pchilik asfalt tanlayapti. Nimaki, burchatkaga tayyorlab qo'yilgan joylarga kirib asfalt bosyapti. Shunaqa gaplar. Siz Andijonlik bo'lasizmi, Namangan, Qo'qon, qatli bo'lishingizdan qat'iy nazar, vodiy bo'ylab ishlayapmiz. Bu asfalt yetib oladigan joyigacha. Ko'ringlar, saqichi ham ko'p do'stlar. Bu qatib qolishi mumkin, uzoq yo'l bo'ladigan bo'lsa, oz bo'ladigan bo'lsa, o'shaning uchun kelishilgan holatda bo'ladi. Balkim sizniki 59 mingdir, balkim 67 mingdir, balkim 60 ming so'mdir. Uni narx-navosini kelishilgan holatda olamiz. Joy tayyorlashini ham обязательно metriga moslab olib boramiz. Inshaalloh qo'limizdan kelgancha sizni uyingizni chiroyli qilib boramiz. Farg'ona asfaltda bilsangiz, YouTube, Instagram, Telegram hamda Baxtiyor akam ham bor. Shunaqa gaplar. Hormay Qudrat aka. Mana, shepim olyaptilar. Hormay Iskandarboy. Omonmisiz? Mana, akalar, shu bola tekizligiga qaraydi hamda katoylarda, vibratorlarga shu qaraydi. Joyida tayyorlanishiga shu bola qaraydi. Ko'rayotganingizda, mana sokil qismini ham urib chiqdi ko'rayotganingizdek. Bee'tibor bo'lmaymiz. Hech nimangizga, ukulon olishiga, zasipkaga, sheben solib qo'ygan bo'lsangiz, qilib bermaymiz do'stlar. Tevasdan medpisoy olishimiz kerak bo'ladi. Nimaki, sheben kunduz sig'ida issiq qilib yoradi uyingizni. Keyin suv satsangiz, boshqa qilsangiz ham parlanib kechasi bilan uxlatmaydi sizni. Uyingiz ancha issiq bo'lib ketib qoladi. O'shaning uchun nima qildirgan taqdiringizda ham sheben soldirmang. Shunaqa gaplar do'stlar. Garajxonamiz to'g'ri bo'lgan. Ag'idan ag'iga, bu turbadan ko'rayotganingizda, turbadan bag'iga ukulon berganmiz. Bu garajxona to'g'ri. O'sha shivillerga mana shu uramiz. To'g'rilasa mana. Ko'rayotganingizda, shivillerga moslab, to'g'rilab ketamiz. Shunaqa gaplar. Videomiz yoqqan bo'lsa, bir donagina like deydi-ku, blogerlar shuna deydi-ku, Xudo xolasa qo'limdan kelgancha, bolalar qo'lidan kelgancha, avvalo Xudo qo'limizdan kelganicha sizni yuzni chiroyli qilib chiqib ketishga harakat qilamiz. Siz hali musofirda bo'lsangiz ham qana chiqarkin, nima qilisharkin degan xayol bo'lmasin. Bir xil kunlik qilinayotgan ish qilinadi baribir. Nimaki, siz aytdingiz, qo'shningiz chaqirishi uchun, sizni palonchiga aytishingiz uchun asfaltimiz zo'r turibdi deyishingiz uchun chiroyli qilib boramiz. Hali siz bo'lsangiz, bo'lmasangiz, o'sha tonna keladi, boshqa qilsangiz ham o'sha tonna keladi, o'shanaqa ishlov qilinadi, o'shanaqa joy tayyorlanadi. Inshaalloh sizni ham uyingizni shunaqangi chiroyli qilib hoji aka, hoji onalarga o'xshatib, uyida qangi qilib qo'yamiz, xohlasa, inshaalloh. Musofirda ham o'zim obunachilarim ko'p. O'shaning uchun bularga ham ilinib boraman. Shunaqangi dizaynlarni ko'rib oling, do'stlar. Shunaqangi rangli tunika follar ham chiroyli chiqadi. Mana. Ko'ring do'stlar. Mana.
Bu ham eng kenja shogirdimdan bu ham. Shogirdchalarim deydi-ku. Shunaqa qilib jicha ko'rsatsam hali nima bo'layotgani, nima qilinayotgani ko'rinadi shekilli. Ishlaringdan qo'yinglar deyishadi. Shunaqangi qilib jicha ko'rsataman do'stlar. Ko'ryapsizmi botishini? Mana, botyaptimi? Mayinligi uchun asfalt. Haligi internetga mayinda olib kelib turib, ertasi kuni bundaylarni olib bormayman do'stlar. Mana sal tegib ketganimiz saqichini ko'ring. 1 yil garantiyasi ham bor. Hamda burchotga steyaj keladi. O'ylamay steyajga burchotkalar buzib, toshtirib axlat bo'larmikin deb. Biz o'zimiz tevasdan bosib beramiz. Shafqatsizlarcha deydi-ku. Hammalaring sog' bo'linglar do'stlar. Xudo xolasa bemalol Instagram, YouTube, Telegram kanallarimizga ham qo'yib boraman. Bemalol ko'rishingiz ham mumkin. Rasmlar qo'yaman. Kunlik qilinayotgan ishlarni bir kunda 7 ta brigadamiz bor. 7 ta brigadani masalan ulgurganimizcha. Do'stlar, ochirit bormi deganlarga ochirit bor. Kelishilgan holatda, balkim 1 haftadir, balkim 10 kundir qo'limizdan kelgancha sizga ochirit olib, chiroyli qilib ishingizni bitkazishga harakat qilamiz. Buning uchun like bosish kerak. Do'stlarga, qarindosh gruppalarga shunaqangi original asfalt chiqibdi, Farg'ona asfalt ekan desangiz, Farg'ona asfalt jamoasi borib shunaqangi chiroyli qilib asfaltingizni bosib berishadi. Hammalaring sog' bo'linglar. Ko'rganda ko'rishguncha.